Mana shunaqa ajoyib tabiat qo'ynida navbatdagi obyektimizni tugatib oldik. Emdek patoli. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, xonalarning kvadrati hamda ketgan summalarini ham aytib o'tamiz. Bu mehmonxonamiz razmeri. Asosiy xonalarni aytib o'taman. Razmer 3,5 ga 970. Sifatiga ham bir alohida e'tibor berishinglar mumkin. Bu xonamiz esa 3,20 ga 5 metr razmerda. Bu ham bir ajoyib holatda. Sifatlariga esa gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu jami ikkita formali tashqaridagi koridorlarimiz bilan jami 70 kvadratni tashkil qildi hamda общий summamiz $2400 aka bilan baraka bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli hamda tez bitadigan patologiyalar hamda uyingizni chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz pastdagi raqamga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni hamda video yoqsa like bosishni hamda shunaqa ishga qiziqadigan do'stlarga jo'natishni esdan chiqmasin. Kanalni kuzatishda davom etinglar.